Suv qayerdan olding? Noyob banklar uzun plastik kartasi bilan beriladi. Butun oilangiz bilan uzun plastik kartasini rasmiylashtiring. Uzun market va uzun bankda banklarni yig'ishga ulguring. Bu videoda biz haqiqiy Darknet saytiga kirib, qotil Clownlarni chaqirib ko'ramiz. Oy. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadinglar. Biz rostdan ham dahshatli Darknet saytiga kirib, u yerdan qotil Clownlardan birini chaqirib ko'rmoqchimiz. Chunki esingizda bo'lsa, bundan oldingi videolardan birida biz Darknet saytiga kirganimizdan keyin bizlarni do'stimizni o'g'irlab ketishgandi. Va endi esa bizlar maqsadimiz yana shu Darknet saytiga qaytib kirib, o'zi aslida qotil Clownlar kimligini aniqlash va Sardorni topish. Qani ko'ramiz, bu narsa bizning qo'limizdan keladimi, yo'qmi? Lekin to'g'risini aytsam, video umuman bizni kutmagan tarafga qarab ketdi. Ya'ni juda ham dahshatli va kutilmagan qo'rqinchli joylarga boy. Shuning uchun albatta like bosib qo'ying va Darknet ikkinchi qism video boshlandi. Do'stlar, men Mr. Beast bilan birgalikda video olishim mumkin, lekin buni bitta katta sharti bor. Va bu ham bo'lsa albatta sizlarni obunalar. Chunki mana obunachi qancha ko'p bo'lsa, Mr. Beast mani kelib biz videosiga chaqiradi. Mana tasavvur qilinglar o'zingizlar. Agarda mana 20 million obunachim bo'lsa, Mr. Beastga go collab deb yozsam, u nahotki yo'qdirdi. Chunki hali O'zbekistondagi eng avtori, uni bemalol o'zbek tilida kelib ko'rgan bo'lardi. Va shuning uchun ham do'stlar, hoziroq obuna bo'lish qanqasi pastda bosib qo'ying. Ya'ni pastda obuna bo'lish tugmasi turibdi, o'shani bosing. Oddiygina o'zbek YouTuber shu darajada prям odamlarning podдержкасini ko'tarib ketsinki, Mr. Beast bilan birga kelib video oladigan darajada. Va buni qilish unaqa fantastik narsa emas. Rostdan ham. Просто mana ko'rib turgan odamlar obuna bo'ladi, YouTube wow, qattiq munchak dedi, yana videoni rekka chiqaradi va qolganlar obuna bo'ladi. Va shunaqa qilib biz O'zbekistonga shuni ko'rsatamiz. Shuning uchun ham do'stlar, hozirroq obuna bo'ling. Biz 3 million obunachiga qarab ketamiz. O'ylashim bo'yicha biz mana shu video bilan ham 3 yil qilishimiz mumkin. Faqat bu uchun davayki. Bitta rekord qilaylik o'zimiz uchun ham 3 million qilaylik. Va men bu videoga 10 milliondan ko'p pul ketdi va buni hammasi siz uchun. Shuning uchun ham davayda do'stlar, bekorga pulni havoga uchirgan bo'lmang. Shuning uchun ham hozir obuna bo'ling. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan yarim yil davomida to'xtamasdan so'ragan Darknet videosini ikkinchi qismi tomosha qiling. Va do'stlar, esingizda bo'lsa, rovna yarim yil oldin biz bu videoni birinchi qismini chiqargandik va bu qism o'sha bizada 5 milliondan ortiq ko'rishga ega bo'ldi va bu safar ham xuddi mana shu sostav, ya'ni Maqsud va Gambit bilan birgalikda biz haqiqiy Darknet saytiga kirib, yana klon chaqiramiz. Chunki bizning maqsadimiz Qo'rqish va Sardor topish. Chunki Sardor haligacha biza bilan emas. Birinchi qismda men shu kemiman boshqa qo'rqdim dedim. Rahmat chaqirganingiz uchun. Ishoning, bu safar hammasi jiddiyroq bo'ladi. Va nihoyat do'stlar, men o'sha notebook qarshidaman va biz mana shu dahshatli Darknet saytining ichidamiz. Yo'q, ovqat tayyorlayotganda menyu bor, priki. Va bu yerda alohida clowns, ya'ni masxarabozlar bo'limi bor va bu bo'limda shonvriylar, normalniy masxaraboz yo'q. Va davayt qarang mana, birin-ketin o'qib chiqamiz. Diqqat!